Koreyada nimaga shunaqa? Doktorni kutib, maza qilib qo'llarimni cho'zib bemalol yotgandim. Bir mahal erkak kishi kirib kelsa bo'ladimi, o'zi ham tipirchilab ketdim boru. Videoda ko'rsanglar bo'ladi. O'tgan safargi protsedurani ayol kishi qilganda, shuning uchun bu safar ham ayol kishi kiradi deb bemalol cho'zilib yotgandim, erkak kishi kirib keldi. Agar bu videoni Kaz qaynonam ko'rsa, точно не tushunadi. Kaz qaynonam u yoqda tursin, Kaz xolam ko'rsa bormi? O'zbekistonga tekinga biletimni olib bersa kerak menimcha. Odatda protseduraga kirishdan oldin medsestralar ayol kishi yoki erkak kishi kiradi deb aytib qo'yish kerak edi. Bu safar hech narsa deb aytishmadi. Ayol vrachlarning vaqti yo'q ekan, shuning uchun kira olmabdi. Men sovunni bog'chadan olib kelish vaqtim bo'lib qolganligi uchun indamasdan tez qildirib chiqib ketdim. Meni lazer qilgan doktorga TikTokga tushib bera olasizmi desam, ha dedi boshida. Keyin Instagramda 500 ming odamim borligini bilib, ayo uzr tushib bera olmas ekanman dedi. Ko'p kadislar TikTok, Instagramga o'zini yuzini ko'rsatishni xohlamaydi.